27 yoshga kirgan bo'lsam ham bir marta ham chakchak tayyorlab ko'rmagan ekanman. Bugun bu qo'rquvlarimni yengib, shat ishga kirishib ketdim. 3 ta tuxumga qo'shuvni uchida soda va xuddi shunchalik tuz solib, oppoqqina qilib ko'pirtira olamiz va oz-ozdan unlarni solib, shunaqa qo'lga yopishuvchan xamir bo'lganidan keyin kamida 1-2 soatga xolodilnikka tindirishga olib qo'yamiz. Silmagan xamirimizni unlab yoyib, xuddi shunaqa lenta sifat qilib kesib olamiz. Men xamirimni qalinligini manti xamiridan ozgina qalinroq qilib oldim va uni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kesib va bir-biriga yopishib qolmasligi uchun ozgina unlab olib, qovurishdan oldin esa ularni shunaqa silkitib olamiz. Eng past olovdan sal balandroqda, qizigan yog'da birama-ketin hammasini qovurib olamiz. Qizartirib olishimiz shart emas, pishsa bo'ldi. Bularni hammasi qovurilguncha siropini tayyorlab qo'yamiz. Siropini описаниеda to'liq qilib yozib qoldiraman, qanaqa tayyorladim, nimalar soldim. Endi esa qaynoqina siroplarimizni pishib chiqqan chakchaklarimiz ustidan quyib, yaxshilab aralashtirib, ularni xohlagan qoliplarimizga solib, ularni yopishtirib olamiz. Men yopishtirish jarayonini videoga olish esimdan chiqib qolibdi. Endi sizlarga savol: birinchi marta tayyorlagan chakchagim o'xshaganmi yoki yo'qmi? Xato va kamchiliklarim bo'lsa kommentariyaga yozib ketsangiz, o'zim uchun bilib olardim va keyingi safar buni takrorlamaslikka harakat qilardim.